Sizlarni ham ishtahanglar ochildimi? Kelinglar unda shunaqa dirkillab chiqadigan chuchvara uslubim bilan bo'lishaman. Demak, eng avval suvimizga tuz, tuxum va yog'ni qo'yib, bir oy venchikda aralashtirib, elangan unimizga qo'yib, o'rta qattiqlikda xamir qorib tindirgani olib qo'yamiz. Ungacha ichiga solinadigan qiymasini tayyorlaymiz. Qiyma ustiga mayda kokil qilib to'g'ralgan piyozni solib, tuz, zira va murch solib yaxshilab aralashtiramiz. Bu orada yaxshi tinib olgan xamirimizni avval qo'limiz yordamida, keyin esa o'qlovida juda ham yupqa bo'lmagan holatda yoyamiz va lentalarga kesib, keyin esa kvadrat shaklda kesib chiqiladi. Va videoda ko'rsatilganidek qiymalarini solib, tugib olamiz. Tugib bo'lgach, qozonga suv solib, qaynab chiqqach, tuz va lavroviy lis solib, chuchvaralarni solib aralashtiramiz va suvi qaynaganidan so'ng 5-6 daqiqa qaynatib pishiramiz. Va pishib chiqqan chuchvaralarni laganga suzib, saryog' bilan aralashtirib, ustini kashnich bilan bezatamiz. Mana mazali bo'lib chiqqan chuchvara ham tayyor. Siz ham oila a'zolaringiz uchun tayyorlab berib, xursand qiling. Barchangizga osh bo'lsin.